Assalomu alaykum azizlar. Yoshlar telekanali Rostini ayting tok shousi. Bugun sizlar bilan oila va tarbiya qanday qilib ota-onalar farzand kelajagini yaratadi mavzusida gaplashamiz. Shu mavzuga befarq bo'lmagan mutaxassislarimizni studiyaga taklif qilganmiz va ko'rsatuvni boshidan aytib o'taman, rostini gapirishga kelishaylik. Chunki mutasaddi tashkilotlardan ham bugungi ko'rsatuvimizga bir qancha mutaxassislarni taklif qilgandik. Ming afsuski, bu tashkilotlar yoki ularda ishlaydigan xodimlar bu mavzuyimizga befarq bo'ldimi yoki bolalarimizga oila uchun vaqt ajrata olmadimi? Buni ham ozgina gaplashib olamiz. Azizlar, oila bolani hayotida eng birinchi kashf etadigan jamiyat desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan oilada olgan tarbiyasi bolaning kelajakda kim va jamiyatda qanday inson bo'lishini belgilab beradi. Oila to'liq bo'lmasligi hozirgi kunda eng dolzarb muammo o'zi aslida ota-onaning ajrimi hisobiga farzandlarimizning tarbiyasi buzilishi. Chunki bilasizki, qiz bola bilan otani emotsional bog'ligi, ona bilan o'g'il emotsional bog'ligi. Shunaqa narsa bo'lyaptiki, hozirgi kunda o'g'il bolalarimiz ko'p hollarida onani tarbiyasini olganligini hisobiga ularda ayollik, ya'ni ayollarga xos bo'lgan xususiyatlarni ko'payib ketganligi, ya'ni mas'uliyatni olmasligi, nimagaki onam o'rnimga qilib qo'yadi, onam qiladilar, nimagaki emotsionalni ota bilan qiz bog'liqmi, qiz bola otadan mehr kutadi. U mehr farzandga yetib bormagandan keyin u tashqaridan, ya'ni ijtimoiy muhit, ya'ni maktablardan, ko'chalardan o'zi qidirishni boshlashadi. U narsani otadan olmagandan keyin qidirishni boshlagandan keyin yengil tabiatlikka moyilligi ham kuchayadi. Shu asosida ham bolalarimizning tarbiyasi ham ko'p hollarda buzilib ketyapti. Rahmat, sizning fikringiz? Albatta shu fikrlarga qo'shilaman va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hozirgi paytda oilalar to'liq shaklda ham yaxshi farzandlar o'sib kelmoqda. Buning sababi hozirgi vaqtda biz savol berishimiz mumkin. Tarbiyani kim beradi asosan? Albatta ota-ona deydi. Ota-ona ham tarbiya beradi. Agar shu ota-onalar tarbiyasi bo'lmasa-chi, o'zining tarbiyasi bo'lmasa, farzandlariga qanday tarbiya beradi? Shunday ota-onalar borki, faqat onaning o'zi ham otaning rolida, ham onaning rolida ham yaxshi o'z pozitsiyasini olib bormoqda. Ba'zi ota-onalar farzandi ko'chaga chiqqanda kimlarni urishib qolsa, "Sen ham urdingmi? Nimaga urishmading? Sen urgan bo'lsa, sen ham urishing kerak edi. Nimaga unday qilmading?" degan gap so'zlarni ko'ramiz. Bu albatta faqat farzandlarni tarbiyalash emas, balki ota-onalarni ham to'g'ri tarbiyalash kerak deb o'z fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Rahmat. Qadriyatlar har bir oilada juda ham muhim o'rinni egallaydi. Lekin ming afsuski biz zo'ravonlikni, ba'zida bosimni qadriyat degan tushuncha bilan almashtiramiz. Buni bilan nima demoqchiman? Ko'pincha farzand o'zining emas, ota-onasining orzu, istagini amalga oshirishga majbur. Bu qay darajada yaxshi-yu, qay darajada fojiaga olib kelishi mumkin? Bu hammaga. Marhamat, siz boshlasangiz ham bo'ladi. To'g'ri aytdingiz, qadriyat mana hozirgi zamonda emas, hozirgi paytimizda bizani ota-bobolarimiz paytida qadriyat shunaqa kuchli bo'lganki, bizning ota-bobolarimizni har bitta fikrini, har bitta nasihatini biz quloq solganmiz. Masalan, hayotda inson har xil yo'lga adashib kirib qolishi mumkin, yo'lsa xato yo'lga kirishi mumkin, yo'nalishni, hayotning yo'nalishini xato boshlashi mumkin. Lekin shu paytda ota-onaning roli juda katta bo'lishi kerak. Men o'zim shaxsan hayotimdan ozgina misol keltirishim mumkin. Chunki hayotim boshlanishida men oliygohni 2-kursida o'qish tashlab, mana shu ota-onamga yordam beraman degan niyatda ishlash kirganman. Bundan to'sadaman, meni xatoyim, yoshligimda xato qilib, hamma yoshlar bo'lganmiz, biz ham qiziqqon bo'lganmiz. Xabar bermasdan ota-onamga yordam beraman degan niyatda shu o'qish tashlab ishga kirganman. Joylashganimdan keyin bir kun o'tmasdan ota-onam xabardor bo'lgan. Meni oilaviy shu ota-onalarim, amakilarim oilaviy yig'ilish qilib, meni to'g'ri tushuntirishgan, o'qishga qaytganman. O'qishni tugatdim. Xudo xolasa, bularni menga bergan nasihati, shu ota-onalarimizni to'g'ri maslahati
mani hayotimni to'g'ri tanlashimga, kelajagimga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Eng birinchi navbatda men o'sha ta'lim tarbiyani deb o'ylayman. Chunki biza bu joylar maktabi doim shu maktablarda, bog'chalarda, masalan, institutlarga borsak, milliy qadriyatlar to'g'risida ko'p gaplashamiz-da. Albatta bu milliy qadriyatlarimiz bo'lishi shart. Chunki har bir oilada, chunki biz kim avlodlarimiz va kimlar bizadan yetishib chiqqan, buni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Ko'p holatlarda hozir ko'rib turamiz, ota-ona bilan farzand o'rtasida kelishmovchilik. Uni bir men o'ylayman-da, masalan, ota-ona u bola bilan bir do'st bo'lish kerak. Uni fikrini bilish kerak. U nimaga moyilligini sezish kerak baribir. Shaxsan meni o'zimda ham 5 ta farzand bor. 4 ta o'g'lim, 1 ta qizim bor. Shu bolalarim bilan doim fikrlashganman. Siz nimaga qiziqasiz? Sizga nima kerak, masalan? Shular to'g'risida ko'p gaplashardik. Ba'zan oyim mana bunaqa emas, bunaqa desa, ularni ham fikrini olishingiz kerak-da. Masalan, meni gapim to'g'ri, bo'ldi, meni aytganim bo'ladi deyish bu noto'g'ri narsa. Men shunaqa deb o'ylayman. Allohga shukr, mana hozir o'sha 5 ta farzandim hammalari oliygohni bitirishgan. Hozirgi kunga kelib mana hammalari o'sha davlat xizmatida ishlashadi. Buni sababi o'sha bir-birimizni tushunganimiz va ularga men to'g'ri yo'l ko'rsatganim deb o'ylayman-da. Lekin siz majburlamagansiz. Yo'q, men ularni majburlamaganman. Majburlash nima oqibatlarga olib kelishi mumkin? Mana Istamagan narsasiga. ko'pincha hozirgi kunda mana ajrimlarni ko'pida mana shunaqa majburlash bor. Sababi kelin menga yoqmadimi, ajrashasan. Lekin bolalarda mustaqil fikr yo'q. Men o'shaning uchun bolalar bilan ko'p gaplashganda aytaman, baraka topkur. Keling, ularni bolalar emas, yigitlar deylik, menimcha to'g'riroq bo'ladi. O'sha o'g'illarimizga ko'pincha aytamanki, o'tirg'izib birinchi o'zi bilan gaplashaman, menga qara, xotiningni bir yaxshi tomoni bormi, bolam? Hamma tomonlari yaxshi, endi onam aytibdilar-da deydi. Men o'shanda aytaman, o'g'lim, seni o'zingda mustaqil fikr yo'qmi? Onangga tushuntir. Ona, men bu tomoni yaxshi. Men bu tomonini keling birgalikda yo'lga solaylik deyish qiyinmi shunchalik desam, yo'q endi onamlarga gapira olmayman deydi. Men nima demoqchiman? Baribir bolalarimizni, erkaklarimiz o'zida ham mustaqil fikr bo'lish kerak. To'g'ri gapni aytish kerak, anig'ini. Chunki o'zingga yoqib turibdi hamma narsa. Lekin sen nimadandir istihola qilyapsan-da, hali uyalyapsan. O'shaning uchun men aytamanki, erkinlik ham berish kerak bolalarga. Lekin uni me'yor chegarasi bo'lish kerak. Men erkin ekanman deb xohlagan ish qilish emas, uni me'yorini baribir bilish kerak-da. Me'yor chegarasi. Yoshlarimiz hozir nimaga bunaqa bo'lyapti? Chunki biz bolalarga ko'proq anaqa berib, erkinlik berib yuryapmiz. O'shaning uchun mana bizani payt bilan hozirgi paytni solishtirib ko'ring-da. Maktabga borib hech qachon bir o'qituvchi bilan bizani ota-onalarimiz urushmagan. Ular aytishganki, seni o'zingda ayb. Sen ayb qilgan dursanki, seni o'qituvching urushgan degan fikr berishgan. Hozir borib men o'zim tarbiya beraman, seni ishing bo'lmasin deb borib ota-onalarni urushgan holatlarni ko'ryapmiz. Lekin aslida o'sha ota-onalar mazmun mohiyatini bilmaydi. Bolasini bekordan bekorga urushmagandir o'sha o'qituvchi, bekordan bekorga tanbih bermagandir. Buni baribir ikkala tomoni bor, siz aytmoqchi, hali ham o'ngga ham chapa degandek. Baribir bularni o'sha haligi bizani baribir aylantirib olib kelib tarbiyamizga bog'liq-da. Tarbiyalarga juda ko'p narsa bog'liq. Albatta bolajonlarimizga mana o'zim tashkilotimdan kelib chiqib, o'zim ona sifatida bolajonlarimizga erkinlik berishimiz kerak. Lekin mana o'z fikrini bemalol ayta olishi, hayotda o'z o'rnini topishiga juda katta yordam beradi. Farzandlarimiz bilan ko'proq gaplashishimiz kerak deb o'ylayman. O'zim mana pedagog sifatida, ona sifatida bog'chadan bolasini olib ketayotib ham, sani bog'choping urdimi yoki nima yeding deb so'ramasdan, bugun nima o'rganding deb so'rab, onasi bilan bolasi gaplashib ketsa, bugungi mavzu haqida, bugungi nima mashg'ulot o'tding, bolada bilim ko'nikmalari ham ko'proq shakllanadi deb o'ylayman. Bolasi masalan ona bilan gaplashsa, bor ovqatimni qilib olay, adangni oldiga bor buvingni oldiga bor demasdan ovqat qilayotib ham bola bilan bugungi kun haqida, bugungi kuning qanaqa o'tdi, bugun nimani o'rganib kelding deb gaplashib, bola bilan ko'proq muloqotda bo'lsa, bolani o'ziga ishonchi ham oshadi. Hayotda o'z o'rnini topishida ham menimcha katta yordam bo'ladi deb o'ylayman. AQShda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ota-onalarni 5 yoshgacha muntazam ravishda ovoz chiqarib kitob o'qib beradigan bolalari so'z boyligi 20% ga ko'proq.
hisoblanar ekan. Shuning uchun azizlar, kitob o'qishda davom eting. Mavzuyimizni davom ettiramiz. Biz qadriyatlar dedik. Eskidan shakllanib kelgan qadriyatlar bizni yaxshi tarbiya bo'lishimizga yordam berardi dedik. Eskidan yana bir gap bor. Voy, mahalladagilar nima deydi? Voy, qo'shnilar nima deydi? Mana shu uyat bo'ladi, qo'shnilar nima deydi degan gap farzandni tarbiyasida qay darajada ta'sir qiladi? Salbiy, ijobiy. Siz boshlasangiz marhamat. Baribir nafaqat bog'cha mudirasi, balki onasiz. Albatta bu narsa ikki xil ta'siri bor. Ham yaxshi tomondan, ham yomon tomondan. Chunki shunaqa desangiz, nima uchun men kim uchundir yashashim kerak? Nimaga kimdir meni muhokama qilishi uchun yashashim kerak? Menga hayot bir marta beriladi-ku degan gaplar bor. Ikkinchi tomoni, voy mahalla nima deydi? Ozgina mana hozboya yuqorida aytib o'tishdi, ibo, hayo, betga choparliklar kamayardi. Chunki mahalladan, qo'ni qo'shnidan tortinish bu yaxshi narsa albatta. Faqat uni to'g'ri yo'naltirish kerak. Chunki mana bu Instagramlar, Telegramlarda hammasi psixologlar, sen bir marta yashaysan. Keling, chala psixologlar deb gapiraylik, chunki u ko'pchilik psixologlarni hattoki psixolog ekanligi haqida diplomi ham yo'q. Men buni baralla ayta olaman. Hammasi ham, ammo shunaqa yolg'on ekan, psixologlar desa to'g'riroq bo'lardi. Sen bir marta yashaysan, senga kimnidir fikri, nima uchun sen kimnidir fikri uchun yashashing kerak degan narsalar ko'proq ta'sir qiladi. O'zimiz mahalladan ko'ra, o'sha qo'ni qo'shnilarning gapidan, ularning gapi ko'proq ta'sir qilib, shunga tushib qolishgan deb olaman. Biz endi maktab psixologlar sifatida bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bilasizmi, oldimizga o'quvchilar kirishadi-da, muhtarapa mahallada deydi, onam bilan chiqdi. Endi bitta bo'lgan narsa, mahallaga ona chiqqan, to'polon qilgan. O'g'il farzandini ustidan. Men o'g'limni eplolmayapman. Menga shunga ko'mak beringlar. Keyin muhtarapa mahallaga chiqdik, shuncha odam, lekin meni onam eshitmayaptilar. Otingchi, otamga meni qizig'im yo'q. Chunki ota icharkanlar. Bolalar bilan ishlari yo'q, ro'zg'orga qarashmaydilar, hamma narsa ayol kishini bo'ynida. Xo'p, endi nima qilamiz bu yog'iga? Nima dedi mahalla qo'y, nima deydi? Tanbeh berishdi. Lekin o'sha yerda bilasizmi, men shu darajada uyaldimki, men o'zimga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ldi. Men shunchalik ham tarbiyasiz bolamanmi degan savol bilan keldi o'quvchi. Sen o'zing nima deb o'ylaysan? O'zing tarbiyasiz deb o'ylaysanmi? Men o'zimdagi yaxshi hislatlarimni bilmayapman. Mahalla ko'ydagi berilgan narsa, bu to'g'ri tarbiya berilgan. O'zi aslida mahalladagi yig'ilishda chiroyli, mazmunli, chiroyli gaplar bilan berilgan, lekin erta motivatsiya qolib ketgan. Bolaga nisbatan yo'q, sen juda ham yaxshi bolasan. Sen bilan o'zimizni yaxshi, o'zimizni mana psixologlarimiz biladi, metodikalarimiz bor. Metodikalarimizni olib o'tiramiz. Menga psixologik travma berishdi. Bu o'quvchini gapirayotgan gap. Menga o'sha yerda bo'layotgan narsada psixologik travma berishdi. Xo'p. Endi meni gestaltlarim bor deb ham qo'yishadi. Keyin aytaman, xo'p, senga psixologik travma berishibdi. Ana endi u psixologik travma emasdir balkim senga. Ana o'sha senga psixologik travma deb qabul qilganing, balkim bu senga motivatsiyadir. Bu sening kelajagingdagi fundamenting bo'lishi mumkinmi? Ham bo'lishi mumkin. Sen bilan shu ustida ishlaymiz. Ishonasiz, agar bir hafta shu bola bilan ishladik, maylimi har kuni kirsam dedim, mayli dedim. Har kuni kirdik. Men endi shunaqa bo'ldi, Mo'tar Abdumanovni mahallaga chiqqim kelyapti. Xo'p, nima deymiz mahallaga chiqib? Birga chiqing. Xo'p, nima deymiz mahallaga chiqib? Men uzurimni so'ray. Mahalla o'sha faollaridan uzurimni so'ragim kelyapti. Nima sababdan? Men xatoyimni tushundim. Bu psixologik travma emas ekan o'zi aslida. O'zi aslida menga berilgan bu tanbeh, menga berilgan motivatsiya. Ya'ni buni seni tarbiyangdagi, sening kelajagingdagi bo'layotgan fundament o'zi aslida. Keyin bilan onalarni chaqirtirdim, onalar bilan suhbat o'tkazdim. Shu narsani bildimki, onani o'zi ham shug'ullanmayapti farzand bilan. Onani ishi yo'q. Bola nechida keladi, nechida chiqib ketadi. Onani vaqti yo'q emas, onani ishi yo'q. Onani ishi yo'q, vaqti emas. Vaqti emas, onani ishi yo'q. Bola ertalab soat 8 da maktabga keladi, kechqurun 8 da uyga kirib keladi. Lekin so'ralmaydi. Shu 8 dan 8 gacha bo'lingan vaqtda nima ish bilan mashg'ul bo'lding? Qayerda eding? Qayerda eding? Nima yeding? Nima yeding? Nima ichding? Men harakat qilmasam, men ishlamasam,
endi masalan 3 ta bolasini oldiga bitta xo'jayini ham qo'shilgan, u 4-chi bola hisobida-da. Endi chunki xo'jayin ishlamaydi, siz aytganingizdek o'sha mahalla ko'yda gap so'z bo'lmasin, ortiqcha anaqa bo'lmasin deb o'zlarini bosadilar. Shu 3 ta bola bilan xo'jayinlar bilan baravar endi olib borishlari shart. Endi shu bola bilan ishladik. Mayli, hozirgi kunda bitta kasb egasi bo'ldi, institutga kirdi, o'qiyapti. Bitta natijamiz bor. Shu narsadan xursand bo'lamiz ko'pincha. Lekin shunaqa oilalar bor, ishonsangiz agar 10-sinf o'quvchisini baravar birga yetaklab olib kelishadi, yetaklab olib ketishadi. Shu savolni berdim otaga, aytdim, birga olib kelasiz, birga olib ketasiz. 10-sinf bolasi bu o'rtoqlarini oldidagi mustaqilligi yo'q, o'rtoqlarini oldidagi kulgiga qoladi. Bizni paytimizda 6-sinf bolaga shunday qilishsa kulgiga qo'yishardi-da. Lekin shu paytda hozir shunaqa narsa bor. Shunaqa holatga keldimki, ishonsangiz agar 4-sinf, 5-sinf bolalar turibdi, baralla onani yomonlashib ketdi. Baralla onani juda xunuk so'zlar bilan yomonlashib ketdi. Men aytdimki, iltimos sizdan keling shu onani tinch qo'yaylik, chunki har bitta gapirayotgan gapimiz, men onamiz yaxshi bo'lsin, men otamiz yomon bo'lsin yoki otamiz yaxshi bo'lsin, onamiz yomon bo'lsin, baribir o'sha farzandga gapirilgan gap bu buyog'ida qoladigan gap. U chiqib ketmaydi. U o'zida ushlab turadi o'sha narsani. Toshdek ushlab turadi-da. Keling gapirmaylik desam, siz ayolimni yonini olyapsiz. Men ayolingizni yonini olmayapman. Men sizni ham yoningizni olmayman. Menga shu farzand muhim. Bu farzand ertaga sizni ham boqadi. Onani ham boqadi. Bu sizlarning kelajaginglar, bu sizlarning mevanglar. Lekin bu narsani ota-ona qabul qilmayapti. Haqiqatdan ham shu oilada bo'lish kerak. Ko'proq suhbat oilada bo'lish kerak. Chunki atrof muhitga mana ko'pincha aytamiz-ku, ajrim holatlarida ham kerak emas gaplar ko'proq chiqib ketadi-da. Lekin baribir siz oilada agar uni hal qilmas ekansiz, u gap qo'shilib yana ko'payaveradi. O'shaning uchun birinchi galda ta'lim tarbiyada, oilada. Hozir siz aytyapsiz, o'sha me'yor chegara bo'lish kerakmi? Albatta me'yor chegara. Itoatda ham me'yor chegarasi bor-ku, u qayerda? Chunki ota-ona bilan bolalar o'rtasidagi muloqotda me'yor chegara bo'lish kerak. Chunki biza o'zimiz masalan o'sha ota-onamiz bir narsani aytib o'tirib fikrlardim. Masalan, demak, men buni qilsak to'g'ri bo'lar ekan, men bu noto'g'ri ekan. Demak, men bunaqa qilishimiz kerak degan fikr bo'lganda, endi bizani paytimizda yomon bo'lganimiz yo'q, Xudoga shukr. Mana 5 ta haligi farzand katta qildik, 16 ta navara katta qilyapmiz. Mana navaralarimiz hozir har doim men bilan suhbatlashishadi. Hozir ular haligi sport yo'nalishi bo'yicha qatnashishadi. Mana yaqinda Osiyo chempionligini olishdi. Nasib qilsa iyul oylarida Arab amirliklariga musobaqaga borishadi. Lekin har doim bujon duo qiling deb kelishadi. Keling endi butun dunyoni qiynayotgan mavzuga qaytamiz. Ya'ni bir ibora bor. Hozir bolalarimizni tarbiyasi bilan gadjetlar shug'ullanyapti degan ibora. Mana shu haqida ozgina bahs qilsak, eng kichkina yoshdan, bog'cha yoshdan boshlaylik. Bog'cha yoshdagi bolalarni tarbiyasidan boshlab, maktab yosh, o'smir, kattalarni tarbiyasigacha ham gadjetlar qanday rol o'ynayapti? Salbiy, ijobiy yoki o'z fikringiz, marhamat. Bog'cha yoshidagi bolajonlarda ham gadjetlardan foydalanish bu juda ham hozir dolzarb muammo, lekin to'g'ri foydalanish foydali deb o'ylayman. Chunki hozir O'zbekistonimizda raqamlashtirilgan texnologiya zamonida yashayapmiz biz. Bolalarni qabul qilishdan tortib hammasi bizda hozir gadjetlardan foydalanamiz. Bolalarni planshetda yo'qlama qilamiz, xodimlarimizni planshetda yo'qlama qilamiz, bolajonlarimizga animatorlardan masalan foydalanib mashg'ulotlar o'tamiz. Katta ekranlarda mashg'ulotlar o'tamiz. Uni to'g'ri foydalanishni bolajonlarimizga o'rgatib borishimiz kerak biz. O'sha mashg'ulotlar davomida uyda masalan ota-onalar bilan birgalikda, hamkorlikda ishlab biz o'sha gadjetlardan to'g'ri foydalanishni o'rgatsak, biz mana Koreya texnologiyasidan ko'p mashg'ulotlarni olamiz, ishlayapmiz shu asosida. Ularda o'sha gadjetlardan bolajonlarimiz to'g'ri foydalanishadi. Mashg'ulotlarni o'zlari ochib foydalanishadi, uyda ham, bog'chada ham. Buni biz pedagoglar yoki ota-onalar birgalikda hamkorlikda ishlab to'g'ri foydalanishni o'rgatsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozir zamon rivojlanib ketyapti, o'zimiz rivojlanyapmiz, bolajonlarimiz ham gadjetlardan foydalanib borishadi baribir. Biz qanchalik taqib qo'ygan sayinimiz bolajonlar shunchalik qiziqish ortib bormoqda. Bolalardan so'raymizda, "Namcha sho'xlik qilasan? Hozir men seni
uraman mana shu orqangga desa siz mani urolmaysiz deydi. Adam aytdilar kecha sizni qamatar ekan ursa mana bog'chapaga o'sha 4-5 yoshli bolani javobi. Bu men tarbiya oiladan boshlaydi chunki birinchi onasi bilan gaplashsam men har kuni bolamdan so'rayman bog'chapang urdimi debdi. Men keyin boya bular aytgandek savol berdim. Siz so'ramaysizmi bugun nima o'rganding? Qanaqa mashg'ulot o'tdi deb yo'q dedi. Birinchi men bolamni sani urdimi yo'qmi deb so'rayman dedi. Keyin men tajriba sifatida navaramdan so'rashni boshladim bog'chaga boradi. Sani bog'chapang urdimi dedim. Birinchi kun yo'q, 3 kun yo'q, 5 kun, 6-chi kun ha urdi dedi. Lekin men bilaman uni urmagan bog'chapasi. Lekin men har kuni so'raverganimdan keyin u demak men urdi desam, hozir meni anaqam oshadi deb, yoki meni tinch qo'yadi. Tinch qo'yadi deb, meni bog'chapam urdi dedi. Men o'shani aytmoqchimanki, ota-onalarga mana shu televideniyadan turib murojaat qilib, iloji boricha mayli, to'g'ri, hozir urish, bolani bir anaqa zo'ravonlik yo'q. Sababi hamma joyda kamera, mana bular aytgandek, har bitta gruppalarda голосовой kameralar qo'yilgan, nazoratda turish. Keling, zo'ravonlik haqida alohida gaplashamiz, chunki hozirgi kunda aynan tarbiyachilar tomonidan qilingan zo'ravonliklar internetda urchib ketgan zamonda yashayapmiz. Aynan shu kameralarni deb, keling kamera mavzusiga keyin qaytamiz. Aynan gadjetlar, bolaning tarbiyasi gadjetlarga qolib ketdimi? O'shani nima uchun sen qayerdan bilding, sen bog'chapang ursa qamatishni desam, men o'sha televideniya anaqada ko'rdim, internetda ko'rdim. Urgandan keyin qamatar ekan, qamashar ekan. Adam aytdilar, agar ursa bog'chapang qamatamiz deb. Mana bitta ta'sir. Endi men bu kichkina misol tariqasida aytdim. Gadjetlar, ya'ni PUBG o'yinlarini o'ynagan bolalar bilan suhbat jarayonlarida bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Ularda agressiv holati juda kuchaygan bo'ladi. Tashqi muhit bilan, ya'ni virtual muhitni birlashtirib yuborishadi. Hozirgi kunda sababi nima deganingizda o'quvchilar bilan ham gaplashganingizda yoki umuman farzandlarimiz bilan ham gaplashganimizda shu narsaga kelamizki, tashqi muhit bilan virtual muhitni aralashtirib qo'yganini hisobiga. O'sha farqlash qiyin. Gadjetda, PUBG'da o'ynashda o'ta otishmalar bormi? Bor. Sovuq qurollarni o'zingizdan olib yurish ham, bu ham bitta gadjetda, ya'ni internetda salbiy u anaqasidan bittasi hisoblanadi bu ham. Nimagaki o'sha YouTube tarmoqlarida ham, gadjetlarda ham, masalan Instagram tarmoqlarida, Facebook tarmoqlarida ko'rsangiz ham, ya'ni o'quvchilar bir-biri bilan urushgan holati chiqib ketyapti, mana bularga chora ko'rilmaydi. Hech narsa qilinmaydi. Endi u narsa bizning maktab paytimizda ham bo'lgan-ku. U maktab bu maktabga qarshi chiqdi degan narsalar siz paytingizda bo'lmaganmi? Bo'lgan, lekin sovuq qurollar bilan ishlatilmagan. Sovuq qurollar ishlatilmagan, chunki sovuq qurollarni ishlatish mumkin emas deyilgan narsa bo'lgan. Hozirgi kunda tobelikning yana dahshat turlari borgan sari ko'payib ketyapti. Bizni bolaligimizda giyohvandlik 21-asr vabosi degan katta reklama bannerlariga, e'lonlarga, shiorlarga ko'p ko'zimiz tushardi. Keyin u kamaydi, yo'q bo'lib ketdi. Hozirgi kunda uni boshqa turlari kirib keldimi yoki biz katta bo'ldikmi? Aynan shu giyohvandlikning boshqa turlariga chalingan yoshlarimiz juda ham ko'payib ketishdi. Hattoki maktab yoshidan mana shu ishlarni qilishni boshlagan yoshlarimiz ham ko'paydi. Buni sababi negizi nimada? Hozirgi paytda bu kasallik, illat juda og'ir vabo bo'lib qoldi. Bizning yoshlarimizni buni bir qilmasam ekan. Bir hobbi deb o'ylayapti-da. Hobbi deb o'ylabki, sen chiroyli musiqa eshitish. Bir marta tatib ko'rgan, tortib ko'rgan, bitta yutib ko'rgan. Hozir o'zingizlar bilasizlar, taksonomiya bu juda bolalar uchun oddiy narsa. Juda ko'p xillar. Bu bolalar oddiy narsa bo'lib qoldi-da. Siz aytgandagi maktab o'quvchilarining o'zida ham hozir statistika bo'yicha men yaqinda eshitganim 20% gacha, 25% gacha o'g'il bolalar, 16-15% gacha qiz bolalar hamma tatib ko'rgan ekan. Foizda. Men afsuski hozir bizani masalan men o'zim rais bo'lib ishlayman mahallada. Afsuski ko'p misollarni eshitamiz, o'zimiz shu yig'ilishda o'tiramiz, ko'p tajribamdan ko'rib chiqish bo'yicha shu bolalarni shu kasallikka kirib qolishi, shu bilan o'zini yo'qotib qo'yishi, hayotdan o'zini yo'qotib qo'yishlari juda ko'p. Farzandlarini qanday tarbiya bersalar yoki nimasiga ko'proq ahamiyat bersalar, o'zlari uchun ham, farzandlari uchun ham, jamiyat uchun ham foydali, mukammal shaxs yetishtirib chiqara oladi. Yoshlar jamiyatning eng kuchli, eng harakatchan bir qismi.
Shuning uchun o'sha kuchni, o'sha harakatni to'g'ri yo'naltirish kerak. Mana shunaqa deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, baribir bolalarni nazoratini qilish kerak. Chunki har bir oilani kelajakdagi mevasi o'sha ota-onani baxti. Masalan, farzandlaringiz yaxshi bo'lsa, doim ketidan bir yaxshi gap eshitsangiz, mag'rurlanib yurasiz. U uchun nima qilish kerak? U uchun albatta ota-onalar bolalarini nazoratga o'zi olishi shart deb o'ylayman. Chunki biz ko'pincha aytamizda, mana domlarda turamiz, joylar yo'q, ishlashga anaqa emas, yo'q. Siz hamma vaqt u bolaga haligi xohish bo'lish kerak. Ozgina bo'lsa ham bir nimadan nazorat qilsangiz, u o'shanga intiladi. Masalan, men o'zim oddiygina domda turaman, mana orqada ozgina agarodimiz bor. Bugun mana buni chopamiz. Keringlar, mana bunaqa qilamiz. Nevaralarim masalan olib chiqaman. Men nima ekanman deb qo'yadi. Biz sen chopasan, biz hozir bu o'tgan rayhon ekamiz bolam desam, rayhon nima bo'ladi? Katta bo'ladi, ovqatga solib yeymiz. Tushundingmi desam, tushundim deb qo'yishadi. O'shaning uchun men aytmoqchimanki, baribir ota-onalar mevani yaxshi yemoqchimi? Hozirdan nazoratini o'zini qo'liga olish shart. Hurmat, endi ota-onalarga aytadigan gapim, farzandlar bu bizani poydevorimiz. Bizani ertangi kelajagimiz. Shuning uchun farzandlarimizga e'tiborliroq bo'lib, vaqtimizni ko'proq ajratib, bolalarimizga imkoniyatni yaratib berish darajasiga, ya'ni bilim olish darajasiga harakat qilib, bolalarimizni tushunib, qancha e'tiborliroq bo'lsak, bo'linayotgan, masalan, shu aytilgan gadjet o'yinlarida ham yokida o'sha sovuq qurol yoki anaqalarida ham farzandlarimizni to'g'ri yo'lga savora olamiz. Shuning uchun ota-onalar, hurmatli ota-onalar, iltimos farzandinglarga e'tiborliroq hamda tushunish, ko'proq tushuninglar, ko'proq suhbatlashinglar farzandinglar bilan. Farzand uchun ota-ona eng avvalo ustoz hisoblanadi. Farzandlar bilan ko'proq shu vaqt ajratishini xohlayman ota-ona. Ota-ona farzand uchun eng birinchi o'rinda nima deydi? O'rnak tarbiya, madaniyat, ma'naviyat, hattoki shaxsiy gigiyena orqali ham ota-onadan ko'nikma hosil qiladi oilada. Eng avvalo farzand. Ko'proq farzandlar bilan vaqt o'tkazishni xohlayman ota-onalar. Kelajak bunyodkor deb prezidentimizni so'zlari bor. Mana bu, men ishonamanki, bizning yoshlarimizni, bizning davlatimizni kelajagi, bizning farzandlarimizni bizdan keyin shu davlatni yuksakligi uchun, shu davlatimizning rivoji uchun o'z hissasini qo'shgan yoshlar. Bu yoshlarni ota-onalar tarbiyasiga bog'liq. Har bitta farzandga 7 ta qo'shni ota-ona deganlaridek, bizlar mahalla fuqarolari, har bir inson o'zimizni mahallamizni, yurtimizni farzandlariga jon kuydirishi shart. Har bitta qilayotgan ishiga, har bir qadamiga, har bitta so'ziga biz javobgarmiz. Biza mahalla raisi hisobida shuni aytamanki, biz hammamiz yoshlarga javobgarmiz. Ota-ona birinchi o'rinda, oila birinchi o'rinda. Ota-ona o'z farzandiga har tomonlama javob berishi shart. Bu qonunan muhrlangan. Shuning uchun ota-onadan, hamma ota-onadan iltimos qilardimki, farzandinglarni har bir qadamini, ishini, o'qishini, har bitta oilaviy sharoitlarini qo'lga olib, qarab, kuzatishini va talab qilishini, qadriyatlarimizni yo'q bo'lishini xohlamayman. Qadriyatlarimiz rivojlansin. Har bir ota-ona, buvijonlar, do'dalarimiz hammasi bizni farzandlarimiz uchun jon kuydirishni xohlayman. Rahmat kattakon. Azizlar, bu ko'rsatuvni tayyorlayotganimizda juda ham ko'p mavzular haqida gaplashamiz deb rejalashtirgandik. Afsuski vaqtimiz chegaralangan. Bu shunday qiyin va tubsiz tuganmas mavzuki, bu haqida soatlab, kunlab gaplashishni iloji bor. Ammo bir narsani yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Azizlar, farzandingizga befarq bo'lmang. Davlatimiz, jamiyatimiz sizni farzandingiz uchun imkoniyatlarni kengaytirib bermoqda. Agar siz farzandingizga befarq bo'lsangiz, qolganlardan qanday muomala kutyapsiz? Befarq bo'lmang. Farzandlaringizni seving, seviling va doimo ularga vaqt ajrating. Keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.